Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi mijozimizni oshxona mebellarini tayyorlab bitirib berdik. Narxi videoning oxirida. Oshxona mebelimiz 360 joyga tayyor bo'lgan. Oshxona mebel yasatmoqchi bo'lgan mijozlarimizga yana bitta tavsiya beramiz. Patologiya, montajlari, tok, elektrikalar bo'lishdan oldin bizni chaqirsa, xuddi shunday joyiga moslab, misol tepalariga ozgina qovoq tushirilgan 20 santimetrcha ham qo'shimcha ventilyatsiyon sistema qilingan tepaga, hamma vitishkamizga yordam bo'lgan. Shunda joylaringizga chiroyli holatda tushadi. Montajlarni ham biz ko'rsatib ketamiz. Suv, elektrikalarni qayerda bo'lishlarini shu qurilish bo'lishdan oldin aytsanglar, borib ular bepul. Razmer o'lchagan borganda kelishsak, joylarini belgilab berib ketamiz. Bu oshxona mebelimizni bu tomoniga gaz, vitishka, mo'ykalarni joylab berganmiz. Bu tomoniga xolodilniklarini, tepalarini ham uzun polkali qilib joylangan. Ranglari tepa past och seri, o'rtalarini kashmir svetda yasab berganmiz. Narxini общий mo'ykalari ichida 9 million so'mga bitirib berganmiz. Gaz vitishka alohida duxovkasi bilan. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Shahrixon Mebelga murojaat qilaverasizlar.